Assalomu alaykum barchaga. Bugungi ishlarimizdan Nexus 3 miyasini olib keldilar bizlarga. Восстановление uchun uxlab qolgan programma jarayonida. Xullas M60 Nexus 3 Gentra bir xil bo'ladi, ustalar yaxshi biladi. Bellarni e'tibor etmaysizlar. Shunda sindirib ochib ketibdilar ekan. Xullas Psen Flasher bilan diklaymiz hozir. Shuni 0 dan video qilib o'tamiz. Ko'p odamlar shuni so'raydi. Eng birinchi qiladigan ishimiz Psen Flasherga giramiz. Girib qo'yamiz ekan. Eng birinchi girayotgan vaqtda obnovleniya so'raydi. Yo'q, bizlar obnovleniya kerakmidi. Chunki Psen Flasherimiz Xitoy bo'lganligi uchun obnovleniya qiladigan bo'lsak, ishlamay qoladi. Bu yerda biza Trickcore'ni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Trickcore eng birinchi turibdi. TK1762, TK1766. 1500 KB full, 32 KB EEPROM pastında o'ziga ustib qo'ygan hammasini. Bu yerga keladigan bo'lsak, kim navda yozadigan bo'lsa, ishlataveradi hamma. Scanmatic, OpenPort, Dialink hammasi top turibdi. Bizlar Scanmatic qulayroq, chunki shu o'rnida diagnostika ham etib ketsak bo'ladi. Psen Flasher polni diagnostika qilib hamma biz bilan ishlaydi. Scanmatic ikkini tanlaymiz. Hozir bizlar ulab qo'yganimiz pillarni hechini ochmayın. Shunda tepina ulab qo'yganmiz. 1 2 3 4 5-noshkada mana tomoqlarni hisoblaganda 5-bo'ladi. Nima deymiz yana? Mana birisini primishka, bu yerda birisini primishka, 3 dona primishka o'xshay. Hech oyoqini ko'tarmasdan hozir восстановление qilib ko'ramiz. Rasmni screenshot etib olsangizlar ham bo'ladi. Ustalar bo'ladigan bo'lsa. Eng birinchi qiladigan ishimiz bu yerda identifikatsiya etib ko'ramiz. Identifikatsiyaga ketdi. Psen Flasher'da ishlagan vaqtda yana shu zo'r Apple'ning identifikatsiya beradi. Bu rejimda turganlik haqqında. Bizga fayl kerak bo'ladi. Faylni tanlaymiz. Men Nexus 3 bo'lganligi uchun bizga Nexia mexanik zapis. Şöyle bir narsaga e'tibor beramiz, bitechini olib qo'yamiz. Другой. Bitechini olib qo'yamiz. Ketdi. Shuning davom etadi, xudo xolasa, zapisi. Programma bo'ldi yozib, oxirini oldim. Endi qaytadan identifikatsiya olib ko'ramiz. Apple'ning e'tibor beramiz. Avtomatik rejimda turadi ikki donasi. Trickcore'da ishlaganda ikkisi tepa olib turadi. Identifikatsiya oldirib vaqti o'zi avtomatik aloqa chiqadi. Identifikatsiya olib ko'ramiz hozir. Endi identifikatsiyaga ketdi. Avtomatik o'zi.
Navbatdagi ishimiz tekshirib ko'ramiz. Kanalni pasini beramiz. Manual bizlar skammatik diagnostika qilib ko'ramiz. Bo'ldi, ko'rib turganlaringizdek miya aloqa chiqdi. 100% ishlaydi. Xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.